Menga rosti bilan aytgin, men o'zim sizlarni ichlaringni bilmoqchiman-da. Bitta senga savol. Bir haftada necha marta shu uchastkavoyga bir marta yig'ib, o'zing tizimli qilib, hududiga qarab, omiliga qarab, jinoyatiga qarab topshiriq berib so'rayapsan. Va ikkinchidan, qanday qilib rovudini boshliqlari prokuror bilan birga bir oyda bir marta uchastkavoylarni rahbarlantirish yoki javobgarlikka tortish bo'yicha tizim bor. Mana shu savolga javob ber. Har hafta dushanba kuni profilaktika inspektorlarini yig'ib, mahalla bo'yicha qilinayotgan natijalari, ularni qaynoqa mahallada salbiy holatlar bo'yicha ularga jazo chorasi, hayfsan, qattiq hayfsan belgilaymiz. Prokuror bilan birgalikda o'rganib, tumanimiz hokimimiz birgalikda, undan tashqari mahallani yettiligini har oyda bir marta aylanib chiqamiz. O'zing shu aytgan menga gapga ishonasanmi? Menga u gaplarni nima qilasan aytib, yettilik bilan nima ishing bor seni? Sen nima aloqang bor yettilikka? Sen uchastkavoying bilan shug'ullangin. Nimaga menga u cho'pchak gaplarni gapirasan? Endi ko'zimiz ochildi, bu xulosa qilib oldim o'zimga. Bilasanmi nimaga men senga bu savolni berdim? Sen pastga tushmaysan, movuning seni aldaydi,